Hakellarni sho'ri qurisini bir kundan keyin uyimizga 88 ta derdim-ku, lekin undan ham ko'p odam kelyapti. Qo'lim ko'sa sochim sipirga bo'lib, hamma joylarni tozalashim kerak. Shu darajada ishim ko'pligidan oyoq qo'lim X bo'lib qaltirab qolyapti desam, umuman ishonmayli, xo'jayinim ikkita yaxshi ayollar kelib berganlar senga qarashadi deb. Mama birat qo'yi tepasida uverin bo'lib qolsan so'yaman deb turibdilar. Qo'y temasi tugagandan keyin hovlilarni ham ko'pirtirib yuvaldim. Xo'jayinim bo'lsa bo'pti. Baquvvat. Bo'lib hovlilarni ham, uylarni ham, stollarni cho'tka qilib qo'yib berdilar. Men bo'lsa stollarni yasatishni boshladim. Kechga borib na makiyajdan, na sochdan asar qoldi. Lampa shishib bo'lib turgan sochim qishib turgan betim bilan keyingi zalga o'tamiz. Qani ketdik. Terminator bo'lamanmi, Sevginator bo'lamanmi, nima bo'lsa ham tez-tez shu ishlarni qilishim kerak deb zallarni yasatib turgan bir paytimda bir burchakda o'tirgan jiyanimga ko'zim tushib qoldi. Kelinlarning ishi shunaqa ko'p bo'lar ekan deb chuqur stressga tushib, anti-stress bo'ladigan qizimning o'yinchog'ini o'ynab o'tiribdilar. Qani ketdik, endi sizlar bilan 3-zalga chiqamiz. Bu yoni stolini ham cho'tka qilib yasatdim. Qo'llarimni shiqillatib desam ishonmayli, do'poslisini keyingi safar qo'yaman. U bo'ldi, bu bo'ldi, eson-omon soatam 3 bo'ldi. Hozir 2 soatdan keyin uyquga to'yib turgan poverimiz osh namlagani keladi. Soat 6gacha vaqtim bor. Yusam ham, uxlasam ham to'g'ri bo'lmaydigan charchoqdan qishib turgan betimizani faqatgina uxot qilib to'g'rilaymiz. Hozir ko'rib turganinglar Roundlab brendida mini naborcha bo'ladi. Bu yerda bemalol toner, desam, sevrtka krem hamma narsasini topsanglar bo'ladi. Конечно, uchinchi kosmetikani men yemayman, bu yerda sovg'aga olganlarim ham bor. Bu bo'lsa shunaqa kollagenli toner, grammini qaranglar, kattaligini. Mana 4 ta go'zallikni bo'lsa opalarimga olganman. Bu yerda tonerlarning eng dahshatlari bor. O'shaga puliga arziydigan grammlari katta, sizlarga anchagina xizmat qiladigan tonerlar. Mana losyonni bo'lsa вообще gap bo'lish mumkin emas. Hiddi ham shunaqangi ko'pirlab turibdi. Quruq terlarni yumshatib zo'r namlab beradi. Mana go'zallikning ichida bo'lsa vitamin C ham bor. 100 yildek har xil dog'larni ketkazib zo'r namlab beradi. Bunisi bo'lsa ajinlarni ketkazib, terilarni tortib chiroyli qilib qo'yadi. Bu gold maskani bo'lsa bilmagan qizlarning o'zi bo'lmasa kerak. Menimcha mendan ham yaxshi bilasizlar. Bunisi bo'lsa ko'zga. Ko'zinglar ko'p kulib, ko'p yig'laganinglardan ko'zinglarni tegi qorayib, osilib, ajinlar tushayotgan bo'lsa, mana shu narsa sizlar uchun zo'r edi. Agar sizlarning ham yuzinglarda problemanglar bo'lsa yoki makiyaj qilganinglarda prosta makiyajinglar chiroyli yotishini xohlasanglar, oddiy uxotli qilmoqchi bo'lsanglar, imенно shu Amore Uz profiliga murojaat qilishinglarni so'rab qolaman. Chunki bularda Koreya kosmetikalari 100% original. Men bo'lsa bir soat uxlab olaman. Keyingi retseptda ko'rishguncha hammaga xayr.